Assalamu alaikum dostlar. Biz kayradan Abdurashid agabыздын Boda компаниясы тарабынан чыгарылып жаткан электро муравейлер сатылуучу жайга келдик. Биздин даректи баарыңыздар билесиздер. Западный тараптан Горгай тарапка келе жатканда Замзам курулуш компаниясынын бет маңдайында биздин адресибиз баарыңыздар билесиздер. Жана Оазис маркетинин жанында эле где-то бир 50 метр жүрсөңүздөр ошол жерде биздин дарегибиз. Биз азыр Абдурашид агам экөөбүз 30дан ашык муравейлердин түрү бар достор. Азыр маалымат алып беребиз. Буйрса, анда эмесе биз баштадык. Абдурашид ака, кандайсыз? Assalomu alaykum. Жакшысызбы? Жакшы. Yangiliklarimiz bor. Elga shuni bildirib qo'yay dedik. Adresni tushuntirib o'tdingiz. Adres Alipoor restoran bilan Hakin restoranning o'rtasida, Do'stlikjoqdan kelganda, shu yerda joylashgan. Bu yerda hamma muraveyimiz bor. Keyin har kuni ishlaymiz. Juma kuni выходной. Soat 8 dan 8 gacha telefon qilishlari, kelishlari mumkin. Shunday. Endi muraveylarimiz 1 tonnali bular. 1 tonna yuk ko'taradi. Borti 180 ga 130 bo'ladi. O'sha 1 tonna deyiladi. 180 ga 130 hisoblanadi. Hop, motori 1800, miyasi 1800, akkumulyatori 68 lik. Bular pol kabinka hisoblanadi. Hop, ikkita turi bor. Xohlasalar bundaygidan, xohlasalar bundaydan olishlari mumkin. Bu muraveylarni zapaska balonlari bilan bor. Narxi 155 ming so'mdan. Kelib bemalol ko'rishlari mumkin. 1 tonna yuk ko'taradi. 1 tonna garantiya beramiz bularga. Ошондо булар бир зарядты толтурганда канча километрге чейин жүрөт? Hop, 60-70 kilometr yuradi bitta zaryad bilan. Mana bu yerda ko'rsatyapman, zapaska balonlari, akkumulyatorlari hammasi joyida. Bu yoqda ko'rsatib qo'ysangiz, akkumulyatorlar mana shu kabinaning astына установка болгон экен. Көргөнүңүздөрдөй, барысы жаңы. Машина пенопласттар үстүнө коюлуп, жакшы жерге коюлуп. Mana bunisi torpedalik, 1 tonna yuk ko'taradi, pol kabinka. Unisi torpedasi yo'q. Farqi shunda, ayirmasi shunda. Bu da torpedo var, bunisinde olsa torpedo yo'q ekan. Shunda endi любой muraveyni olishsa, xohlasalar o'zimizda sotiladigan pol kabinkalar bor, uni установка qilib beraveramiz. Отдельно bor. 1 tonnali muraveylarimiz turi ko'pda. 1 tonnalida o'zi bir 10 turga yaqinda. Bu yerda 30 turga yaqin muravey bor. 1 tonnalida o'zi 10 turga yaqin. Mana bularimiz 130 ming so'mdan muraveylar. 1 tonna yuk ko'taradi. Bu ham 180 ga 130 borti, lekin akkumulyatori 58, motori 1500, bular 130 ming so'm. Dalaga, uyga ishlatgani bo'ladigan muraveylar bular. Ayıl jergesinde işletsеңizdер, абдан ыңгайлуу экен. Туугандар, азыр эми жаз деле келип калды. Сезон башталды десек дагы жаңылышпайбыз. Айылда бактардын арасына көң алып кирсеңиздер, например, ошол чоң унаалар батпай турган жерлерге мына ушул электро муравейлер кенен батат достор. Андыктан ушул жерге келиңиздер, биздин атыбыздан келсеңиздер дагы бир аз түшүп беришет, сөзсүз түрдө. Азыр Абдурашид ака, өткөнкү жанакы движок менен Videolari ham bormi? Kesib ko'rsataman. Движок менен жүргөнүн баасын айтпай калыптырбыз, Bahosini aytamiz. Bu akkumulyatorga yuradi. Agar akkumulyator uzoqqa ketayotgan jetmay qolsa, 30% zaryad qolganda o'zi avtomatik ulanadi. Kaliti yoqsa o'zi avtomatik ulanadi. Hozir Jurdi. O'zining divizogi bor. Mana akkumulyatorlar bu yerda turadi. Akkumulyator agar zaryad yetmay qolsa, qolgan joyda divizor avtomatik o'zi ulanadi-da, qayerga ketaveradi. Ishini bitiraveradi. O'zini o'zi zaryadlab ketaveradi. O'zini o'zi zaryadlab ketaveradi. Borti 180 ga 130 buniki ham. Hop, akkumulyatorlar nechili buniki? 68 li akkumulyator, 1800 miyya motori. Shunday. Balonlar 500 ga 12. Yaxshi. Bu qancha tonna ko'taradi o'shunda? 1 tonna yuk ko'taradi. 1 tonna yuk ko'taradi. Bunun baası qancha ele? Baasını aytpay kalıptırбыз өткөндө. 165 ming beryapmiz buni. Endi kelsalar bir ikisi o'tib beramiz. Beradigan joyimiz bor. Tug'anlar, bu svetlari ham bor. Xohlasalar ko'p, xohlasalar boshqalarni. Faralari dagı, bul tüsü dagı ökö birdeyle ekan anda, o'xshash ekan anda. Burada da движок barбы?
bor, bunda ham dvijok bor, ikkovida ham. Faqat svet rangida. Түсүндө эле десеңиз. Так, өткөнкү жанакы перевалга жакшы чыккан муравейиңиз кайсы эле? Hammasi chiqadi. Lekin gornish отдельно bor, toqqa chiqadigan muraveyimiz bor. Bizga o'shodon birni ko'rsating. Ko'rsatadi. Samasval bor, mana отдельно samasvalni aytib o'taylik. Boshqa joyda arzon ekan, sizlarniki qimmat deydiganlarga bizniki 1 tonna yuk ko'taradi. 1 tonna yuk ko'tarayotgan borti 180 ga 130 bo'ladi. Shuni hisobini olishsin. Cho'ng bo'ladi. Biz masalan 600 kilolikni bizga tashlayapti-da, suratini tashlab, bu yerda arzon ekan deyishyapti. Lekin u 600 kilo 160 ga 110, bizdagi 180 ga 130 bo'ladi. Mana ko'tarib ko'rsatish mumkin. 1 tonna, 1,5 tonnaga ko'tarishiga samasvalga garantiya beramiz buni. Туугандар, борту көтөрүлүп атат азыр. Байкаганыңыздай, бул башка муравейлерге салыштырмалуу кабинасы бир аз чоңураак экен, ошон үчүн баасы дагы башка магазиндерге салыштырмалуу бир аз кымбатыраак. Аккумулятор ham cho'ngda, bunda akkumulyator miyasi, motori ham cho'ngroq bo'ladi-da, shuni hisobiga. Endi kichikroq bo'lsa, narxi arzon bo'laveradi buni. Lekin shunday, cho'ngroq. Cho'ngroq ekan-da demak. Samasvalimiz 170 ming beryapmiz buni. Бул баасы 170 миң, э? 170 ming. Бул деле ошол заряд толтурса канча Bir километр? xil одинаковый 60-70 60-70 километр. 60-70 километр жүрөт экен бир заряддаса. Канча саатта толуп калат, например, заряд? 6 soat, 7 soat bo'ladi, o'zi o'chadi avtomatik. Өзү автоматик өчүп калат, э, заряд. Qolgan ostatkasiga qarab 2 soatda ham to'lishi mumkin, 3 soatda ham to'lishi mumkin, lekin suxoy 0 dan 6 soat, 7 soat to'ladi. Болду, түшүнүктүү. Баалары экөөнүкү деле 170 миң деме? Булардыкы. Mana bular 1,5 tonna, 2 tonna bu ko'taradigan muraviylarimiz. Жакыныраак келесиз, оператор. Bort 220. 220 ga 135 bo'ladi. Shuni 2 metr 220 ligi bor muraviylarimiz. Motorlari 1800, akkumulyatori 72 mingniki. 63 ekan bunisida, bunisida 72. Narxi 160 ming. 160 ming, bir ikisini o'tib beramiz kelishganiga. Shunday. 1,5 tonna, 2 tonna bemalol ko'taraveradi. Ko'taradi. Bunda эле жанакы бул деле 60-70 километр жүрөт. Shunday. Бир деле барса. Так. Endi bu yerda muraviy juda ko'pda. Tur muraviy bor. Endi el kelsa, o'zlari ko'rishsa, yo bo'lmasa telefon qilishsa, menga buni точно aytishsa, shunda biz aytamiz, ответ qaytaramiz, shu narxi bunday deymiz. Yo, o'z Qirg'izistonda любой joyga dostavkasi bor. Dostavka endi hali besplatni demaymiz, kelishamiz. Yo dostavkasi ichida aytsa, narxini ichida aytamiz, yo dostavkasini ayirib tashlatsa, ayirib tashlaymiz. Болду, түшүнүктүү туугандар. Кыргызстандын баардык булуң бурчуна дагы доставкалар бар экен. Андыктан кааласаңыздар өзүңүздөр келип, мына ушул 30дан ашык муравейлердин түрү бар экен. Келип каалаганыңыздарды тандап, кааласаңыздар 1 тонналык, кааласаңыздар 1,5 тонналык муравейлерди алып кетсеңиздер болот. Bu yerda 600 kiloluk muraviylarimiz bor. Бул жактан көрсөтүңчү ошолорду. Muraviylarimiz turi ko'p. Xohlaganlar kelib tanlashadi. Bularning narxi hop 115 ming. 115 mingdan bular bort 160 ga 110 bo'ladi. Buni ko'pchilik 800 kilo 1 tonna deydi, lekin bu 600 kilo yuk ko'taradigan garantiya beramiz. Hop. Akkumulyatori bularniki 52 bo'ladi. Motor miyasi 1200 bo'ladi. Bitta zaryad bilan 60 km, 60-70 km yuradi bular ham. 115 ming narxi. Жанакы базарлардын ичинде жүргөндөр ушулар да кичинекейлер, Shunaqa, shunday, hali bozorda ichida mingani shulardan olishyapti ko'pchilik. Shu yaxshi muraviy. Өтө чогундагы базарга иштетем десеңиздер, өтө чогун алсаңыздар дагы жанакы базардын ичинде жүрүү бир топ ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушул 600 килограммдыкты аласыздар. Ушул кенен батат, базарларда баарысы ушундан эле жүрөт негизи. Баасы болсо 115 миң экен туугандар. Бир аз арзандатып беришет экен. Андыктан 5-күнү гана иштебейт бул жер. Андан кийин эртең менен 8ден кечки саат 8ге чейин сурай турган болсоңуздар, телефон чалып сурай бериңиздер. Саат 8ден кийин бирок чалбаңыздар туугандар. Keyin yana bitta yangiligimiz, hop, Jallabod rayonidan kelayotganlarga uzoq bo'lgani uchun Jallabodga yangi tochkamizni ochib qo'ydik. Endi Jallabod nomerini qo'yib beramiz. Bemalol chalib Jallaboddan olishlari ham mumkin. Bu tomondagilar Olabug'ami, Sizomi hammasi kelib Jallaboddan olishlari mumkin. Sami gilamni bizda
servis bor. Hamma murabbiy sotgan murabbiyimizni zapchasi bor. Har qanday zapchasi bor o'zimizda. Jallabotda ham bor, Jallabotda ham, O'shda ham bor. Bol gegasigacha bor. Nimada zapchasidan problem emas. Mana boshqa joydan olganlar hammasini bozorini bersin, lekin olib bizdan zapcha so'rab servisga kelishgan. Bizda masterlarimiz bor. O'zi Xitoyda ishlab kelgan, shu yerda nima qilib kelgan masterlarimiz bor. Jallabotda ham masterimiz bor, O'shda ham masterimiz bor. 100% murabbiyni tushunadigan masterlarimiz bor. Bizdan olingan murabbiyda hamma zapchasi bor. Keyin 3 oy servis bor bizda. Bizdan olingan murabbiylarga 3 oy servisi bor. Har qanday zapchasi hozir ko'rsatib o'tamiz. Murabbiyga, skuterga zapchasi master bor. Jallabotda ham, O'shda ham bor. Abdurash aka, mana ошол өткөнкү берүүбүздү көбүсү комментарийлерди окудуңуз да сиз. Ошол жерде жазышыптыр, жанакы аккумулятордун баасын сурашыптыр да. Себеп дегенде 1 жылда уже эми иштеген нерсе по-любому любой нерсенин өзүнүн срогу бар да. Бул деле бузулат туугандар. Убагы келгенде бардык нерсе бузулат. Ошого үчүн аккумуляторда muammo problemasi bo'lsa, bu xilgilarki 3 yil ishlaydi. Bu xilgilarki 3 oyda ham o'lib qoladi akkumulyator. Shuning sababi akkumulyatorda tezda zaryadga suqib olaversa, tezda zaryadga suqib olaversa, akkumulyator tez o'ladi. Yo zaryadga qo'ymasdan bitta joyda qolib ketsa ham akkumulyator o'lib qoladi. Shuning uchun akkumulyator tugaganda, где-то 10-20% qolganda bitta zaryadga qo'yib, o'zi to'lib o'tsa zaryadning, o'shanda ko'p yuradi. Keyin hali bir haftada minmasa ham bir haftada 2 marta zaryadga qo'yib turish kerak. Agar shunday qoladigan bo'lsa, akkumulyator turgan joyda minmasdan o'ladi. Shuni hisobini qilsa, shunday. Agar bo'lmasa, zavod akkumulyatorda 3 yil srogi bilan chiqaradi. Shunday zaryadga qo'yib tursa, to'ldirib zaryadga qo'yib tursa o'lmaydi. Lekin hali pastiyani 1 soat, yarim soatga qo'yaversa ham akkumulyator tezda o'ladi. Tug'anlar, tez zaryadni olishingizlar kerak ekan. Bir zaryadni tugatgandan keyin 5-6 soatda to'ldirib, andan keyin sayishingizlar kerak ekan. Janaqындай telefondoy qilib 1 soat, 2 soat zaryadlab üzüp saya bersеңiздер, анда бат эле аккумулятор отуруп калат экен. Баасын айтып коюңузчу, баасын. Bu hozir akkumulyator turi ko'pda. Akkumulyator 6000 dan boshlanadi. Ketaveradi, dalchi ketaveradi. Kattasi cho'ngligiga, razmeriga qarab, voltiga qarab ketaveradi. Akkumulyator turi ko'p. 6000 dan qancha minggacha? 6000 dan yaxshilari 10000 gacha bor. 10000 gacha bor akkumulyatorlar. Ularda kelib bizga bunday akkumulyator keladi desa, akkumulyatorlar hamma zapchasimiz bor. Без проблем u narsa. Abdurash aka, mana ушул рассрочка жолдору каралганбы бул жерде? Hukumatda ishlayotganlarga Eko-Islomiy bank orqali 5% Eko-Islomiy bank olib beradi. Bizdan, biz ular Eko-Islomiy bank keladi, xaridor klientga o'zlari sotib bizdan unga olib beradi. Ошондо только мамлекеттик кызматта иштегендер. Shunday. Мамлекеттик кызматта иштебегендер ала албайт экен да. Bozorda chiqsa, patenti bo'lsa unga beradi, hukumatda ishlaganlarga beradi. Tushundim. Туугандар, рассрочкага алуу үчүн мамлекеттик кызматта иштешиңиздер керек экен, же болбосо базардагы патент менен иштегендер дагы рассрочкага ала алат экен туугандар. Биз муну дагы сурадык. Өткөндө сурагандар болду эле, рассрочка барбы деп. Биз Абдураш акабыздан жоопту алдык буюрса. Shunday bo'ldi-da, hozir bizda ham O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham shunga o'rgan kreditga olishga o'rganib qolyapti odam. Lekin shuni bilsin, udobniy, lekin shuni bil hisobini qilish kerak. Mayli, bugun olmasin, ertaga olmasin, 10 kundan keyin yo 1 oydan, 2 oydan keyin murabbiy olsin. Murabbiyni kreditga yo bank orqali olsa, ko'p pulini bankka to'laydi. O'zi mehnat qiladi-da, pulni bankka to'laydi-da, to'g'ri gap. Shuning uchun ozgina sabr qilsa, shu yetarli pulni yig'gandan keyin o'zi olgani yaxshi. Masalan, ishlab bankka topshirish yomon-da. Qo'ldan kelishincha nalishkalar shunaqa qilish kerak. Hamma narsada ham. Masalan, kuniga pul topib bugun bankka berishim kerak, bugun u yoqqa qilgandan ko'ra o'ziniki bo'lgani yaxshi-da, baribir. Ishlab bankka to'lash yaxshi emas-da. To'latasiz, ha. Biz hozir da qaysilarni ko'rsatasiz? Qaysi turlari bor? Turi ko'p, turi bor. Shunchalik odamlar video cho'zilib ketmasin-da. Общий aytib qo'yaylik, murabbiylarimiz 1 tonnaligimiz 130 mingdan boshlab 180 minggacha bor. 140 mingga ham bor, 150 mingga ham bor, 160 mingga ham bor. Bizga kelib o'zlari aytsa, men bunaqa joyda ishlayman yoki bunaqa joyga minaman desalar, biz shunga qarab aytamiz. Mana bundan oling, narxi bunday, garantiyasini beramiz keyin. Shunday bor. Shuni beramiz. Xohlagandaqa murabbiy bor.
xohlagan murabbiylarni kelib olib ko'rishlari mumkin. 1 tonnali desam, 1,5 tonnali, 600 kiloli, 300 kiloli murabbiylarimiz bor. Elektro velosipedlarimiz bor. Bitta zaryad bilan 70 kilometr yuradi. 35 ming so'm ular narxi. Hozir sabrat qilib beramiz. Sabrat tugab qolibdi. Shu yerda bor, pochkada turibdi. Sabrat qilib berishadi. 35 mingta zaryad bilan 70 kilometr yuradi, 70-75 kilometr yuradi. Janaqa elektro velosiped. Ha, elektro velosiped ham zaryad tugab qolsa, xohlasa trenovaga qilgisi kelsa, pedalda ketaveradi. Xohlasa dangasalik qilsa, bitta akkumulyatorga ulab ketaveradi. Biz o'tgangi beruvdi sizlarga ko'rsatganmiz. Hozir janaqa quraştırılğanı жоқ ekan. Buyursa keyin beruvdi so'z turda ko'rsatamiz anidaga. Keyin yana bir 10 kundan keyin video chiqaramiz. Inshaalloh ilgatib beraylik. Murabbiylar, elektronlarni olayotgan elektron, benzinli murabbiylarimiz kelyapti. 600 kilodan boshlab 4 tonnagacha benzinda yuradigan bayaviy murabbiylarimiz ham kelyapti. 10 kun, 15 kunda o'shda bo'ladi. Benzinga yuradi. Xohlasa mol tashiydigan, xohlasa qo'shi baloni, двойной balon. Bir 7-8 turi kelyapti. Benzinli murabbiy, benzinga yuradi to'lka. Shunday. Buyursa bir 10 kundan keyindagi kelamiz. O'shalarda syomka qilamiz deganlar. Bizga qattalib qo'yingizlar so'z turda. Turku va 1 tonnali shu narsalardan hammasi berdi. Endi zapchastlarni ko'rsatib qo'yamiz. Zapchastlarni ko'rsatib qo'yamiz. Tuganlar hozir zapchastlarni ko'rsatamiz sizlarga. Qo'rqmasdan olaverasizlar. Bu murabbiylarning barliq zapchastlari bor. Hech qo'rqmasdan olaverasizlar. O'zimizdan olingan murabbiylar hamma zapchasi bor-da, lekin hali boshqa joydan zakaz qilingandan keyin mana zapchasi yo'q, bizga kelishadi. Yo bunchalik qimmat mashinaga o'xshab turib Xitoyga zakaz berib, Xitoyga pul chiqargandan ko'ra zapchasi topilmay turaveradi, remont qilgan. Tuganlar, bu boshqa firmaniki ekanda demak-a? Shunday zapchasi yo'q. Bizda hamma zapchasi bor, lekin boshqa firmadan olganda zapchasi yo'q. Lekin bizga olib keladi, to'g'rilab beringlar, remont qilib beringlar deydi. Biz o'zimizning murabbiylarning hamma zapchasi o'zimizda bor, mana ko'rasizlar. Mana shu Bodo firmasining murabbiylarning barliq zapchastlarining turi bor ekan. Alemi bu bo'lsa boshqa firmadan bu buzilib qolgan, remont qilib beringizlar deb olib kelgan. Biroq tilakka qarshi buga hozirgi uchurda zapchas yo'q. Mana shundaqdan mana shu Bodo firmasidan alsаңыздар, barliq zapchastlari jana remontlarini dagı o'zlari jasab berishadi. Anda emese zapchastlarni bir ko'rsatayli, juringizlar. Bu yerda motorlarimiz xohlagan razmerda, xohlagan murabbiyimizning motori bor. Remontga olib kelsa ham, boshqa joydan olgan bo'lsa ham bizda bor, topiladi murabbiylarning zapchasi. Reduktorlar mana. Reduktorlar bor. Hamma zapchasi bu yerda. Troslardan boshlab zaryadli, amazatlar, akkumulyator hamma zapchasi bor. Ko'rsatib o'tsangiz. Mana shu yerga janaqa nima giradi-da, motorlar girib turib, mana reduktor ekanda. Shu. Mos ekanda tuganlar, zadniy mosi mana shu. Hamma zapchasi o'zimizda bor, sotiladi ham. Bizdan murabbiy olganlarga bugundan mana yangi har bittasiga отдельныйdan sumka, xohlasa bolasi maktabga ishlatsin, xohlasa o'zi qolgan narsalarni olsin. Zakaz qilib shu firmamiz tomonidan buni belak qilib qo'shib beretgesizlar. Ha, shunday o'ziga ishlatgan. Tuganlar, agarda sizlar murabbiy alsаңыздар, mana shu Bodo firmasining sumkasındagi sizlarga qo'shib beretgan. Buga qalasаңыздар, sumkani böyle жаққа шерсе болады. Kulishlarni yo'q bo'lsa boshqa narsalarni solib qo'ysangiz bo'ladi. Maktabga ishlatsa bo'ladi. Ishcha bizdan murabbiy olgan odam yana qayerga bitta klient olib kelsa, biz dokument yozib beramiz-da o'zi. Shu dokument bilan kelsa, biz unga zapaska bo'lgan yo xohlagan zapchasini besplatni beramiz unga. Yaxshi ekan. Bitta klient olib kelsa, bitta, ikkita olib kelsa, ikkita, shunaqa qilib zapchaslar tekinga beramiz. Agarda sizlar klient olib kelsangizlar, do'stingizlarni, qo'shningizlarni olib kelsangizlar, sizlarga mana shunday запасной do'ng'ilaklarni qo'shib beretgan. Anda men go'ylak klient olib kelsam, nima berasiz menga? Ko'p olib kelsa, bitta murabbiy olib kelsa. Bitta murabbiy olib ketayotgan-da. Tuganlar, andiqdan kelingizlar, men o'sha yerda murabbiy olib qolishga yordam beringizlar. Andiqdan shu biz aytgan yerga kelaverasizlar. Shunday 15 ta klient olib kelsa, bitta dokument bilan, bitta murabbiy shunday biz platni beramiz. Tanlab oladi ichidan. 15 ta klient olib kelsa, bitta odam
Shunday kim bilan bitta sanab 15 ta kimdan ko'rsa bitta murabbiyda o'shanga besplatni beramiz. Shunda beramiz. Bo'ldi. Tanlab oladi ichidan. Анда mesela тug'anдар, бұл жаққа муравей сатып алуыны келсеңіздер, біз жаңағы баланың атынан келдік деп, маға птичканы урдыртып қойыңыздар, а? Кейінгі айда келіп муравейім алып кетем анда. Любой odam. Любой el adam. Любой odam kelib turib 15 ta murabbiyga klient olsa, jazdirib kelsa 15 ta bo'lganda bitta besplat shuncha murabbiyda ichida xohlaganini tanlab oladi. Тug'андар өте сон мындай мүмкүнчүлүк экен да, мындай аракет кыла турган эле нерсе экен, негизи. Bu yilda xizmat Klient topsam, ova. Yil uchun hammaga kerak ishlaydigan murabbiylar bular. Eshakni o'rniga qoldi-da. Eshakni o'rniga qoldi. Bu ishni qilib ketaveradi, toqqa ham chiqib ketaveradi, dalanchiga ham kirib ketaveradi, bozorga ham kirib ketaveradi, shunday bo'lib qoldi. Biz расход, bezim qilmaysiz, boshqa qilmaysiz. Turaveradi desеңiz. To'qa toq менен. Абдыраш ака, биз азыр жанакы мына алды тарабына коюла турган кабиналарды, мыналарды установка кылып бересиздер, мынаны өзүңүздөр, Мынаны установка кылып берет. Кааласаңыздар, мунусу жок деле сатып алсаңыздар болот. Азыр көрсөтөбүз, бул жакка жүрүңүздөр. Pol kabinalarimiz plasmasligi ham bor, temirligi ham bor. И seli kabinasi, seli kabinasi ham bor. Plasmasli pol kabinalarimiz 10 mingdan, temirligi 12 mingdan. Bular ham Qancha turadi bu? 30 ming turadi. Lekin plasmasimiz sinib ketadi deydigan bo'lsa, sinmaydigan material. Otvordan sinmaydi. Material bor. Kavut garantiyali murabbiylar. Buna bışık materialdan yasalıptır da. Bu sınbaydı ekan tug'anlar. Keyin mana murabbiylar materiallar qancha so'rashadi. Так, bu hazır uстановка bo'ladi o'xshaydi, Bu uстановка qilishyapti hali. Личный proyektorlar yana shunga o'xshagan signallarni добавить qilishyapti. Elektrik chiqaqlar bo'shattirdi. Mana materiallarni ko'rishingiz mumkin. Baquvvat qilingan materiallar zo'ridan ishlatilgan, yaxshisidan ishlatilgan. Bışık temirden yasalgan ekan-da. Yig'ilmagan. Bu жаққа келсеңіздер, тug'андар, ушул жакта to'la muraveylar bor ekan. Bu жакта көп. Bemalol darrov uzilib ketadigan emas. Lekin kelgan bir partiya hali yuqorog'i kelib qolgan, bu yupqa ekan deyilgani ham bo'lgan. Hozir любой muraveyimiz kelib, xohlasalar Samasvalla, xohlasalar Zilla, xohlasalar Samsungda kran bilan urib ham ko'rishlari mumkin. Eng zo'r baquvvat muraveylardan hammasi garantiyali. Yaxshi. Janaqi otvorsiz ham o'rtam yaxshi turadi. Bışık жасалып турду, негизи китайский жанакындай нерселерди бүт эле слабый деп бизге жазылып калган. Негизи китайский чыныгы оригинал фирмалары туугандар өтө бышык болот. Жок, биздики Китай менен O'zbekiston совместно qilingan-da bu. Только Китай, только O'zbekiston ishlamagan buni. Shu. Ikki jahon nima O'zbekistonda, Qirg'izistonda yerlari masalan Kitaydagi o'xshab tekis asmal emasda. O'zbekistonda, Qirg'izistonda ham biz dalaga minamiz ko'proq, tog'li qadam joylarga minamizda. O'shaning uchun O'zbekiston bilan Xitoy yo'llarni ko'rib, shunga yaraydigan, dalanchi yaraydigan murabbiylarni bitta qilib chiqargan shuni. Совместный bu. Shunda O'zbekiston Xitoy совместный ishlab chiqarilgan garantiyali bitta murabbiylar hammasi. Достага азыр биз бир катар көрдүк бул жактан. Анан жанакы Пировалга жакшы чыккан өткөндө көрсөттүңүз да го? Көрмөйм экен. Жанакы Пировалга жакшы чыгат, бул өзгөчө деп айттыңыз эле. Ошону элдерге бир көрсөтүп койлу азыр, Туугандар, азыр биз ошол muraveyди сиздерге көрсөтөбүз. Bir tonnali muraveyimiz, gorniy muraveyimiz, podiyomga chiqishini ko'ringlar. Xohlagan podiyomlarga chiqaveradi. 1 tonna yuk bilan bu 180 ga 130 bo'ladi. Borti. 1 tonna yuk ko'taradi. Buni 1,5 tonnaligi ham bor, bu 1 tonnaligi. Bahosi 155 ming. 150 mingni 150 mingdan ham o'tib beramiz. 1,5 tonnaligi 155 ming. Bu 150 ming o'tib beramiz.